Psoriaz kasalligi nega tez qaytalanaveradi? Umumiy kompleks lecheniya qilinadi, muolajalar qilinadi, tashqi va ichki davo muolajalari olib boriladi, lekin tez qaytalanib turadi. To'g'ri, bu tez qaytalanadi, qo'zib turadi va bemorni qiynab qo'yadi. Psoriaz kasalligi teri kasalliklari ichida eng ko'p tarqalgan va ayniqsa oxirgi paytlarda juda ko'p tarqalib borayotgan teri kasalliklari orasida deyarli birinchi o'rinda turadi. Bu kasallik autoimmun kasallik, ya'ni insonning o'zining holati bilan bog'liq. Insonning o'zining immun tizimi bilan bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni qaytalanib turishiga sabab multifaktorial tabiatga ega, ya'ni kasallikni kelib chiqishiga sabab bo'ladigan omillar juda ham ko'p. Neyrogen omillar, infeksion omillar, gormonal fonning buzilishi, endokrinologik faoliyatda o'zgarishlarning bo'lishi, kuchli stresslar, asabiylik, tez kasal bo'lish, nasliy omillar va hokazo. 100 dan ortiq sabablari bor. Endi vrach huzuriga kelganda psoriaz bilan og'rigan bemorni obyektiv yaqindan ko'ramiz, kuzatamiz va ichkaridan uning keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlash uchun tahlillar olinadi. Bu tahlillar natijasida tushuntira oladigan tilda gaplashamiz. Masalan, psoriaz kasalligini keltirib chiqarishda sabab bo'ladigan omillar 50 ta. Biz vrachlar bu kasallikni aniqlash uchun laborator tahlil qilamiz, ya'ni analizlar olamiz, uziy tahlillar qilinadi, qon tahlillar qilinadi. Tekshiruvlar natijasida deylik, shuning yarmi topildi, ya'ni 25 ta sabablar topildi. Qolgan 25 ta sabab mavhumligicha qolib ketyapti. Biz aniqlangan sabablarni bartaraf qilish uchun bemorga ichkaridan umumiy kompleks davo muolajalarini yozib beramiz va tashqi tomondan mahalliy surishga gormonal kremlar yoki mazlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Bemor tuzaladi, yaxshi bo'ladi, terisi toza bo'ladi, qipiqlanish yo'qoladi va dog'lar ham ketadi. Hali tepada aytdik. Qolgan 25 ta sabab topilmadi, mavhumligicha qolib ketdi. Bemor hayoti davomida har xil vaziyatga tushib qoladi. Ana shu topilmayotgan 25 ta sabab tufayli psoriaz kasalligi yana qayta qo'zishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar bu kasallikni remisiyaga tushirib yuborish uchun birinchi navbatda tashqi tomondan faqat mahalliy mazlardan surib yurishni tavsiya etmayman. Sababi ichkaridan jarayon ketaveradi, jarayon rivojlanaveradi va oxir oqibat psoriaz kasalligining asoratlari bilan yuzlashib qolishingiz mumkin. Agar bordi-yu siz psoriaz kasalligini asoratlariga yuzlashsangiz, psoriaz kasalligi siz uchun qiziq bo'lmaydi. Psoriaz kasalligi chetda qolib ketadi. Siz bu kasallikning asoratlari bilan dermatolog bilan emas, boshqa mutaxassis shifokorlar bilan shug'ullanishingizga majbur bo'lib qolasiz. Tavsiya bitta, maslahat bitta. Psoriaz kasalligi qo'zidimi? Albatta, vrach dermatolog qabuliga keling. Ichkarida patologik jarayonlar bor yo'qligini albatta shifokor qon tahlillari yordamida aniqlab turiladi va undan so'ng ichkaridan umumiy kompleks lecheniya qilib, maqsad bitta: asoratlarni oldini olish va teri toza bo'lib turishga xizmat qilish. Psoriaz asoratlari qanaqa deb so'rashingiz mumkin. Psoriazning asoratlari o'zi birinchisi o'sha berib bo'ladi, ya'ni terini shikastlaymiz. Tirnoqlar ikkinchisi. Tirnoqlar dag'allashib ketadi yoki tirnoqlar o'malanib ketadi. Ya'ni juda ham sinuvchan bo'lib qoladi. Keyingi yana og'irroq asoratlardan biri bu bo'g'imlarni shikastlaydi. Artropatik psoriaz turi deyiladi. Ya'ni tirsak bo'g'imlari, tizza bo'g'imlari, barmoq bo'g'imlarida artropatik o'zgarishlar, ya'ni mushaklar va suyak sistemasida strukturasining o'zgarishi natijasida og'riydigan bo'lib qoladi. Va natijada oxir oqibat bemor nogiron bo'lib qolishi ham mumkin.
Shuning uchun bu asoratlarni yuzaga keltirmaslik uchun ichkaridan umumiy kompleks lecheniya taklif qilinadi shifokor tomonidan. Va eng yomoni, og'ir asoratlardan biri ichki organlarga ham berib yuborishi mumkin. Shuning uchun qabulimizga kelayotgan bemorlarga tushuntiramiz, shu ishlarni hammasini tushuntirib olib boramiz. Ichkaridan umumiy kompleks lecheniya qilishdan oldin bemor analiz tahlillar topshirib olinadi. Hammasi joyidami? Demak, organizmning umumiy fonini yaxshilasak, psoriaz kasalligi uncha-muncha bezovta qilmaydi. Tepadagi maslahatlarga quloq solgan holda shu psoriazi bor bo'lgan bemorlar hayot kechirsa, psoriaz uncha-munchaga insonni bezovta qilmasligi mumkin.